12 orqasini chochib olibsiz, ko'zi ham bor. Chochib yuborilgan mana. Qarang. Bu zarar necha pul deb o'ylaysiz? O'zingiz realniy mana. Qarang. Bu 10 millionga kelgan zararni 40 mingga qilib qo'ygan sug'urtangiz qoplab beryapti. Pulaymi? Men sug'urtaman qilib beramizmi? Aka, sizni mana oddiy sug'urtangiz bor-ku. Necha pulga qilgansiz sug'urtangiz? 40 mingga qilib. 40 mingga qilgan sug'urtangiz hozir mana shu 12 ga kelgan 14 milliongacha bo'lgan zararni qoplab beradi, aka. Bor ekanmi haqiqat? Aka, u sug'urta to'laydi. Просто buni tartibi bor. Ko'p haydovchilar majburiy sug'urtani nima uchun kerakli ekanini tushunmas ekan. Majburiy sug'urta bu sizning majburiyatingizni o'z bo'yniga oladi. Ya'ni siz kimningdir avtomobilini borib uradigan bo'lsangiz, sizning o'rningizga siz yetkazgan zararni jabrlanuvchiga qoplab beradi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab sug'urta tomonidan to'lanadigan tovon puli 2 barobarga oshdi. Ya'ni avtomobiliga yetgan zararning 28 million so'mgacha bo'lgan qismini va insonga yetgan zararning 52 million so'mgacha bo'lgan qismini majburiy sug'urta qoplab beradi. Shu sababli Rod24 ilovasi orqali majburiy sug'urtangizni sotib olishni unutmang. Rod24 orqali sotib olingan sug'urtangizni to'lov kvitantsiyasi ilovada saqlanib qoladi.